Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 11 mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 33 so'm 12 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2158 so'm 13 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,215,813 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1,3% ga tushdi. Yevro 55 so'm 28 tiyinga oshdi. 1 yevro 14166 so'm 65 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,416,665 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3,1% ga tushdi. Rossiya rubli 22 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 98 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 153,980 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3,4% ga tushdi. Xitoy yuani 3 so'm 40 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1769 so'm 5 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,769,050 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,6% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 10 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 78 Rossiya rubli 96 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7895 Rossiya rubli 92 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2,1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.